Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Irfon Plyusda Farohiddin Mas'ud va bugun biz sizga yangi loyiha real adabiyotni taqdim etamiz. Agar Jahongir Xo'jayev odamlardan qo'shiq va qo'shiqlar uchun ovoz yig'sa, biz adabiyot uchun, millat uchun aynan eng yaxshi kitoblar uchun ovoz, eng yaxshi shoirlar uchun ovoz, eng yaxshi yozuvchilar uchun ovozni yig'ib olamiz. Xo'p, bizda eng birinchi so'rovchilarimiz. Assalomu alaykum. İsmingiz? Abbos. Abbos aka. Ulug'bek, assalomu alaykum. Biz turib oling bemalol. Biz real adabiyot yangi loyihasidamiz Irfon Plyusdan. Qaysi kitobni eng yaxshi ko'rasiz va qaysi kitobga ovoz berasiz? Nafs tarbiyasi. Nafs tarbiyasi kim yozgan? Yozuvchisini bilmadim, lekin yaqinda o'qidim. Sizga yoqdi. Albatta. Bular kitob bo'ldi. Qani? Menga aka Jamila yoqadi. Jamila Chingiz Aytmatov. Ha, xuddi shunday. Nima uchun bu kitobni yaxshi ko'rasiz? Sevgi masalasi ko'proq kinoda. Sevgi masalasi juda chiroyli yoritilgan. Juda. Ajoyib, ajoyib. Nafs haqida, tarbiyasi haqida ikki og'iz gapirsangiz. Ikki og'iz gap. Hop, ushbu kitobda biz o'rgangan narsalarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Ya'ni biz qaysi vaqtda nima qilishni bilmaganmiz va ushbu kitobni o'qiganimizdan keyin, ya'ni to'g'ri nafsni jilovlashni va kerakli paytda yo'q deyishni ham o'rganish kerak. Ajoyib. Assalomu alaykum. Ismingiz? Assalomu alaykum. Ismim Jasur. Jasur aka, tanishganimdan xursandman. Biz qaysi kitobga ovoz berasiz? Eng yaxshi sevganlar kitobingiz qaysi deb bilasiz? O'zi unchalik ko'p kitob o'qiyman, lekin oxirgi o'qigan kitobim bu Jorj Orwellning Qora pul imperiyasi kitobi bo'lgan. Orwellning qaysi kitob? Qora pul imperiyasi. Qora pul imperiyasi. Ajoyib, ajoyib. Nimasi bilan sizga o'ziga jalb qildi kitob? O'zim iqtisod universitetida o'qiyman. Iqtisodga qiziqqanim sababli shu kitob o'ziga ko'proq jalb qildi meni. Ajoyib, ajoyib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ismingiz? Muhammadjon. Muhammadjon aka. Biz real adabiyot shousidamiz. Qaysi kitob sizga eng sevimli kitobingiz hisoblanadi va unga ovoz berasiz? O'tgan kunlar. O'tgan kunlar. Ajoyib. O'zbekning eng shoh asari. Nimasi bilan sizga bu kitob yoqadi? O'tgan kunlar birinchidan bu o'sha o'zbekning eng birinchi romani hisoblanadi. Yana bu kitobni o'qiganimda har bir yangicha jihatlarni kashf etaman. Necha marta o'qigansiz? Hozircha 2 marta o'qish bo'ldi. Endi to'g'risi bitta kitobni hadeb qayta o'qishga vaqt ajratishga harakat qilamiz, lekin ilm ko'p, boshqa kitoblar ko'p. Qaysi kitob eng sevimli kitobingiz va unga ovoz berasiz? Dostoyevskiy, Jinoyat va jazo. Dostoyevskiyda hamma asarlari yoqadi. Yaxshi, kuchli yozuvchi. Kuchli yozuvchi deysiz. O'zingizning eng sevimli kitobingiz qaysi va o'quvchilarga nima uchun uni tavsiya qilasiz? Adabiy, badiiy kitoblar bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz yozuvchilarning kitoblarida, chunki albatta kitoblar o'zimizni qadriyatlarimizga, o'zimizni O'zbekistondagi muhitga, u oldin yozilganmi, keyin yozilganmi, jaddlar davrida yozilganmi yoki mustaqillikdan keyin yoki mustaqillikdan biroz oldin bo'lgan holatlarda yozilgan yozuvchilar kitobini o'qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ayni bir kitobni to'g'ri tavsiya qilolmayman. Tavsiya qilmaysiz. Butun kitoblar sizning eng sevimli va insonlar bugun kitob o'qish kerak deb o'ylaysiz. Albatta. Biz davom etamiz. Siz eng sevimli kitobingiz qaysi va uni qaysi kitobni ko'p takror o'qiysiz? Xo'p, takror o'zi juda kamdan kam o'qiyman, lekin oxirgi o'zim o'qigan kitob William Goldingni Pashalar hukmdori asari edi. O'sha eng yoqqan asar bo'ldi oxirgisi. Mashallah. Mana bu shu kitobni o'qiyapman. Ajoyib. Nima uchun bu kitobni odamlarga tavsiya qilasiz? Inson biror narsani tushuntirayotganda bir ramzlar bilan, misollar bilan tushuntiradi va aynan o'sha kitobda juda ham ramzlar juda ko'p, aynan simvolik tasvirlangan voqealar. O'shani hisobiga biror narsani tushuntirmoqchi bo'lsa, juda ham simvolik bo'lsa, masalan, menga yoqadi o'sha narsa. Menda unaqa kitoblar ko'p. Men ham bu kishiga o'xshab turib, hozir oxirgi o'qigan kitobimni aytayim. Muhammad Taqiy Usmoniyning Baxtli hayot kitobini o'qidim. Baxtli hayot, ajoyib. Juda foydali, yaxshi kitob ekan. Nimasi bilan tortdi bu kitob sizga? Esda qoldi. Eng satrlari bormi? Muhim g'oyasi. Umumiy anaqasi baxtli hayot bu dunyoda ham, oxiratda ham baxtli hayot qanaqa bo'ladi, qanday yetishadi, shular to'g'risida aytilgan. Ota-onadan tortib farzand tarbiyasigacha bor. Baxtli oila kitobi bor Hazratimizni, o'shani oldiga qo'ysa bo'ladigan kitob ekan. Ajoyib, ajoyib. Demak, hajmi kichkina bo'lsa ham, salmog'i yuqori kitobga o'xshaydi. Biz davom etamiz. Qaysi kitobni ko'p takror o'qiysiz va u sizning eng sevimli kitobingizga aylangan? Erix Mariya Remark Uch og'ayni. Nimaga bu kitob sizning eng sevimli kitobingizga aylandi? Bilmadim, o'zi Remark hamma asarini o'qiganman. O'zbek tiliga tarjima qilingan. G'arbiy front o'zgarishi o'qdan boshlangan. Ajoyib. Endi ichidagi do'stlik,
Shu o'zim eng yaqin do'stim bor. Shuning uchun his qilganman undagi dialoglarda, suhbatlarni shu uchun eng yoqqan sari 3 martadan ko'p o'qiganman qayta-qayta. Barakalloh, gap yo'q. Siz qaysi kitobga ovoz berasiz? Men Molxonaga ovoz beraman. Molxona Orwell. Da, Ajoyib kitob. Nimasi bilan bu kitob o'zi sizga jalb qilgan? Shu asosan siyosatga qiziqqanim uchun umumiy Orwell'da любой kitoblarni tavsiya qilaman. Orwell barcha kitoblar 84 mi, Molxonami, unga qarshi yozilgan ajib yangi dunyomi, hammasi juda zo'r. Eng sevimli kitobingiz? Eng sevimli kitobim Saidahmad Ufq trilogiyasi. Ajoyib, juda chiroyli yozilgan. Nimaga aynan bu kitob? Chunki bilmadim, o'zbek xalqini o'sha davrdagi turmush tarzini yaxshi ochib bergan odamga yaxshi hissiyot bera oladi. Ajoyib, juda Saidahmad akani o'zi qalami o'tkir yozuvchilardan biri bilamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Biz davom etamiz. Eng sevimli adabiyotingiz, kitobingiz qaysi? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriyni aynan qaysi kitobi? O'tgan kunlar. O'tgan kunlar yana bitta ovoz oldi. Rahmat sizga. Qaysi kitobga ovoz berasiz? O'tkir Hoshimov Dunyoning ishlari. Dunyoning ishlari onalar haqida yozilgan eng go'zal asarlardan biri. Nimaga aynan O'tkir Hoshimov? Ona timsoli yaxshi gavdalangan. Sabab yoqadi. Demak, bugun biz Akadem nashridamiz va bu mening eng sevimli nashriyotlarimdan biri. Biz real adabiyot ko'rsatuvidan sizni bezovta qilyapmiz va sizning eng sevimli kitobingizni so'raymiz. Ismingiz? Abbos aka bilan o'zi tanishmiz. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Eng sevimli kitobim ko'pda eng sevimli kitobim. Bittasi. Eng oxirgi o'qiganimni ayta qolay. Mayli. Pashshalar hukmdori. Pashshalar hukmdori, ajoyib. Davom etamiz. Eng yaxshi kitoblar uchun ovoz beryapmiz. Siz qaysi kitobga ovoz berasiz? Iymon, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad. Mashalloh, juda go'zal asar. Nima uchun aynan bu kitob? O'zim yaqinda o'qib tugatdim. Har xil mavzularda, ya'ni odamlarni zeriktirmaydigan oldingi bo'lgan Muhammad payg'ambarimiz davridagi ma'lumotlar ham bor, bugungi dunyoga bog'liq bo'layotgan narsalar ham bor. Ya'ni bugungi kundagi deylik yangiliklar, dunyoviy taraqqiyotda bo'layotgan narsalar bizda dinimizda oldindan aytib o'tilgan narsaliklari o'shalari menga yoqdi. Davom etamiz. Deylik Psychology of Money. Kimlarga tavsiya qilasiz bu kitob? Shu finans, ekonomika o'qiydigan sinfdagi. Biznesga aloqador kitob ekan-a? Ajoyib. Sizchi? Xuddi shu kitob birga o'qidingiz. Ajoyib. Bitta ovoz. Sizchi? 365 kunga 365. 365 kun degan kitobni o'qib tugatdingizmi? Qalay, yoqdimi sizga? Nimasi yoqdi? Undagi hikoyalar va tarbiyali narsalar, gaplari yoqdi. Eng yaxshi kitoblar uchun ovoz beryapmiz. Siz qaysi kitobni eng sevimli deb bilasiz? George Orwell'ni 1984. Nima uchun bu kitob sizga yoqdi? Chunki o'zi siyosiy jihatdan o'zi ajoyib asar, yaxshi ko'rsatib berilgan. O'shaning uchun shu kitobga ovoz beraman. Ajoyib. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Avtorlari esimda yo'q. Eng yoqtirganim G'iybat o'zi nima? Albatta, G'iybat haqida kitobni o'qigan odam, meni fikrim, ancha-muncha gunohlardan deyarli tegilib qoladi. Qaysi kitobga ovoz berasiz? Eng sevimli kitobingiz qaysi? Hop. Faust Goethe. Nima uchun bu kitob sizga yoqadi? Birinchidan qilingan mehnat 62 yil davomida yozilgan. Yana qilingan mehnat Erkin Vohidov 6 yil davomida tarjima qilgan. Xo'p, keyin falsafasi bu asar. Falsafasi o'ta kuchli. Mabodo ikki og'izga satrlardan eslab qolganmisiz? Jon Anur misli ajib bir rassomni. Yoshligi ilk bora sevishgan kunlar. O'tmish va ezgulik sog'inchi mani dilimni qo'zg'argan alamli yo'llar. Uzoq hayot yo'lin o'tdim bosib, olam hikmatini ayladim yakun. Kim erk hayot deb jang qilsa har kun, erk hayot uchun o'sha munosib. Ajoyib. Qamarni ishchilarini rostdan ham kitob o'qishga undaydi, kitob o'qiydigan yigitlar deb eshitgandim, lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Salomat bo'ling. Sarvar aka, qaysi kitobni eng sevimli kitobingiz deb ayta olasiz bizga? Mening eng sevimli kitobim Molxona kitobi. Molxona, George Orwell. George. Ajoyib. Nima uchun bu kitob? Bu juda ham ta'sirli bo'lgan, bu jamiyatdagi demokratiyani tasvirlab bergan asar sifatida yodimda qolgan. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Saodat asli qissalari. Saodat asli qissalari. Qozonchi. Ajoyib zo'r kitob. Biz davom etamiz. Hozirda
Saodat asrida. Saodat asri qissalari ajoyib. Hozirda iymon kitobini o'qiyapman. Iymon kitobini kim yozgan ekan? Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitobini. Bu kitobni o'qimagan ekan, o'qishim kerak ekan. Bu iymon kitobi nima uchun odamlar o'qish kerak deb o'ylaysiz? Chunki har bir musulmon inson birinchi o'rinda iymondan sinaladi. Ya'ni iymoni kuchli inson sekin namoz va boshqa rukunlarda mukammallashtirib boradi. Birinchi bosqich iymondan boshlanadi. Shu sababli ushbu kitobni hozirda mutolaa qilib o'qiyapman. Eng sevimli kitobingiz qaysi? Oltin silsila. Oltin silsila. 101 ulug' sahobiy. 101 ulug' sahobiy. Ajoyib. Kim yozgan ekan? Yozish anaqalarini bilmayman. Bu yaxshi kitobku, sahobalar haqida yaxshi yozilgan kitobga o'xshaydi. Ancha ko'p ketdi. Unda hammasi batafsil yoritilgan menimcha. Ha, bu sahoba haqida batafsil to'xtalgan. Biz real adabiyot ko'rsatuvdamiz. Ismingiz? Feruz aka. Kitob o'qiyapsizmi? Yo'q, muqaddima o'qiyapman hozir. Muqaddimani o'qiyapsiz. Oxirgi kitobim o'qiganim Rasululloh sizni ko'rsam edi o'sha. Said Ahmadov trilogiyasi. Trilogiyasi. Nima uchun bu kitob sizga yoqqan? Qayta o'qiganman. Aha. Eng samimiy asarlardan biri. Samimiy asar. Joyi kelganda yig'laydi odam, joyi kelganda kuladi. Kitob o'ziga jalb qiladi, ichkariga kirib ketadi odam. Ajoyib, ajoyib. Shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Yusufni Baxtiyor oila. Baxtiyor oila kitobi. Butun o'zbek oilalari o'qishi kerak bo'lgan kitoblardan bittasi. Albatta. Buyuk shaxmat taxtasi. Zbigniew Brzezinskiy. Kim? Zbigniew Brzezinskiy. Bu kitob o'qimagan ekanman. Nima haqida? Siyosiy kitob. Nima uchun bu kitob sevimli kitoblaringizdan biri? Xo'sh, asar 1997-yilda yozilganiga qaramasdan, u asardagi fikrlar hozirgi dunyoda ham, hozirgi voqealarda ham juda muhim ahamiyatga ega. Kashf etadi. Ajoyib. Ajoyib. Nima haqida ekan bu kitob? Bu islom dinini endi boshlayotganlar uchun qo'llanmadi. Bu hamma mavzuda berilgan islom dinini, islomning 40 ta farz, hadislar ham bor, duolar bor ichida. Endi islom dinini qabul qilganlar, boshlayotganlar uchun yaxshiroq tushuncha berish uchun maqsadda. Oson va sodda qilingan, Rahim bergan Sanayev. Qancha yozuvchi yig'gan hamma kitoblarni. Agar bu kitob sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Ansor kitoblar do'koniga kelib xarid qilishingiz mumkin. Qancha ekan? 55 ming so'm. Atiga 55 ming so'm. Qaysi kitobni eng sevimli kitobingiz deb ayta olasiz? G'azoliyning kitoblari. G'azoliyning kitoblari, g'azallari. Yo'q, asarlari, G'azoliyning hamma asarlari. Hamma asarlariga birdan ovoz berasiz. Qanaqa kitob o'qidingiz? Bunaqa kitob o'qidingizmi? Bitta ko'rsam bo'ladimi? O, ajoyib zo'r kitobga o'xshaydi. Bu bizga qiziq koinot, Xadicha Kubro Tongar degan kitob. Bu kitob sizga yoqdimi? Ovoz berasizmi shu kitobga? Siz qaysi kitobni o'qiyapsiz? Men shuni qizilida o'qiyapman. Shunda qizilni ovoz berasiz. Birinchi qismiga ovoz berasiz. Demak, bizda bolalar adabiyoti ham yaxshi rivojlanmoqda. Rahmat, kitob o'qishda davom eting. Mazax o'qiganim Salohiddin. Salohiddin Ayyubiy. Kim yozgandi? Endi muallifini bilmayman. Dunyo boshqa davlat yozuvchisi, turk yozuvchisi kerak. Yo'q, turk emas. Yevropalik yozuvchisi. Yozuvchi Salohiddin Ayyubiy kitoblari. Izlash kitobi. Izlash kitob kim yozgan? Izlash kitobi nima? Turk yozuvchisi yozgan. Turk yozuvchisi yozgan. Bu kitob nima uchun sizga yoqdi? Bilmadim, u bolani nimaga qorong'u holatda qolib ketgan paytda yorug'likka chiqishi juda ham chiroyli tasvirlangan. Juda ham chiroyli tasvirlangan. Boshqa o'quvchilarga ham tavsiya qilasiz bu kitobni? Tavsiya qilaman. Ajoyib. Rahmat sizga. Eng sevimli kitobingiz qaysi kitobga ovoz berasiz? Iffat va hayo degan kitob yoqdi menga. Iffat va hayo. Nima bilan sizga yoqdi bu kitob? Insonni o'zgartiradi umuman hayotdan. Saddi Iskandariyni kitoblarini ko'p o'qiganman, tergovchilarni. Tergovchilar. Ha, masalan, Temurlar kutubxonasining siri. Bundan tashqari Jinoyat va jazo ham. Jinoyat va jazo ham sevib o'qiysiz. Qaysi biriga ovoz berasiz? Qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysiz? Agar tanlash kerak bo'lganda. Jinoyat va jazo. Jinoyat va jazoga ovoz berasiz Dostoyevskiyga. Biz davom etamiz. Saodat asri. Saodat asri qissalari. Nima uchun bu kitob? Payg'ambarimiz hayotlari haqida. Nuriddin Ismoilovni o'limga mahkum qilinganlar kitobini o'qiyapman. Qiziqmikan, yaxshimikan? Ha, boshdan o'zi o'qigan paytim qiziqtirib qo'ydi. O'quvchilarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Ovoz berasizmi? Ha, beraman. Jon Keyxoni g'ayrioddiy ong mo'jizalari. Va bu bizning eng so'nggi ovozimiz edi, xudo xohlasa. Bu birinchi ko'rsatuv. Ayb, kamchilik va nuqsonlari bo'lsa uzr so'raymiz va natijalarni uyda ko'ramiz.
Salomat bo'ling. Irfon Plyusdan uzoqlashmang. 1984 dunyoning ishlari, pul psixologiyasi, baxtli hayot, oltin silsila, iffat va hayo, baxtiyor oila, 365 kun, 3 og'ayni, g'iybat o'zi nima, Faust, 101 ulug' sahobiy, muqaddima, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rdim. Buyuk shaxmat taxtasi, islom, ko'rsatma, hidoyat va rahmat. Imom G'azzoliy to'plamlari, Salohiddin Sahro burguti, izlash, o'limga mahkum qilinganlar, g'ayrioddiy ong mo'jizalari, nafs tarbiyasi, Jamila, qora pul imperiyasi. Ushbu kitoblar bittadan ovoz to'pladi. Jinoyat va jazo, pashshalar hukmdori, ufq, bu bizga qiziq, iymon, molxona, o'tgan kunlar va bu kitoblar ikkitadan ovoz to'pladi. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi 3 ta ovoz bilan Ahmad Lutfiy Qozonchining Saodat asri qissalari bo'ldi.